Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Video foydali bo'ladi deb umid qilaman. Xudo xolasa mana bunaqa burchaklarga mana bunday uyg'oqlar qo'yamiz. Bu uyg'oqni rastur va mana bu рабочий lazer yordamida uyg'oq qo'yamiz. Birinchi navbatda lazerimizni yoqib olamiz. Mana bu burchakka to'g'rilagandan keyin mana bu rasturni tagidan boshlab qo'yishni boshlaymiz. Shunday qilib rasturimizni pastki qismiga qo'yib oldik. Endi tepa qismiga qo'yamiz. Rasturimizni qo'yib oldik. Endi mana bunaqa galokni burchakka o'rnatamiz. Shunday qilib qo'yib chiqiladi bu galok. Keyin mana bu shpatel bilan mana bunday rasturlari tozalanib tekislandi. Tepasini to'g'rilab oldik. Endi pastdan ham shunday qilib to'g'rilab chiqamiz. Birinchi navbatda mana bunday yonboshlarni kiygizib olamiz. Rasturga to'g'rilab oldik. Endi mana bunaqa lazerni ustiga tushiramiz. Shunday qilib. Bu lazer shunday tepasi bilan to'g'ri bo'lishi kerak. Mana bu probellar bilan qo'ygan galokimizni tekshirib chiqamiz. Chunki chiqib qolgan bo'lishi mumkin. O'shani bilib olish uchun. Shunaqa qilib siz ham galok qo'yib olsangiz bo'ladi. Endi bu qotgandan keyin bu yerlarni yana rastur bilan suvol chiroyli qilib chiqaradi. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta kanalimga obuna bo'ling, like bosib qo'yishni unutmang.